Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, bugun mehmonimiz akamiz Qozog'istondan tashrif buyurdilar. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qozog'istonga qayerdan keldingiz? Chimkentdan. Xo'p, akamiz Chimkentdan kelibdilar. O'zlariga masjid qurilishi bo'layotgan ekan. O'shanga bizlardan g'ish olib kelganlar. Men hozirgi haqida ma'lumot beraman. Azizlar, g'ishtimiz balandligi 6,5, uzunligi 25, eni 12 sm. Keramika hisoblanadi, o'zini tabiiy rangi, yillar davomida o'zini sifatini, rangini yo'qotmasdan bir xil xizmat qilib beradi. Ana shu akaga hozir 20 padon chiroyli qilib yuklab berdi bo'ldilar. Hujjatlarni hozir tayyorlayapmiz. Hammasini chiroyli qilib akamiz Qozog'istonga olib ketadilar. Azizlar, bu g'ishimizni bundan tashqari boshqa razmerlari, mayda razmerlari ham bor. Bundan ham katta razmerlari bor, yarimtaligi, butunlari ham bor. Ranglari esa har xili bor bizlarga. Bu sariq rangimiz bo'lsa, qizil rangi, yana boshqa rangi bor. Yana bitta narsa, sariq bilan qizil rangimiz o'zini tabiiy rangi, ichiga hech qanday pigmenti yo'q, kraskasi yo'q. Ya'ni necha yil tursa ham quyoshga rangi o'zgarmaydi, sifati buzilmaydi. Shuning uchun azizlar, bizlarda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ladi, boshqa masalan Qozog'istondan, Tojikistondan, qo'shni davlatlardan ko'p telefonlar bo'ladi, savollar ko'p bo'ladi. Aka, qanday qilib olib ketsak bo'ladi? Sizlarga hozir yo'lini tushuntiraman. Mana aka Qozog'istondan keldilar, masjidga olib boradilar. Bu kishi keldi, bu kishining o'zining nomlariga rasmiylashtirib berdik yuklarini. Bordilar bankka, o'sha to'lovni qildilar. Bank orqali to'lovni qilgandan keyin nomlariga hujjatlarni rasmiylashtirib berdik. Hozir mana borib, xudo xolasa tamojidan o'tib Qozog'istonga chiqib ketadilar. Ya'ni siz kelajakda agar bizdan g'ish olmoqchi bo'lsangiz, agar pul bilan kelasiz, Samarqandga pul bilan kelasiz, bizlar sizlarga kontrakt qilib beramiz. Yozgan kontraktimiz bo'yicha borasiz, bankka o'zingiz nomingizdan pulni qo'yganingizdan keyin o'zingizga mashina bo'lmasa, bu yerda logistlarimiz bor, logistlar mashina topib beradi. Agar o'zingizda qanaqadir tanish mashinalaringiz bo'lsa, o'sha tanish mashinalaringizga hujjatlarni qilib beramiz, bemalol olib ketaverasizlar. Hech qanaqa muammo, hech qanaqa nima bo'lmaydi. Faqat bitta o'sha nima, o'zlaringiz kelib shotga pul qo'yishlaringiz kerak. Biz bu yerda hamma dokumentatsiyasini qilib beramiz. Aka shanba kuni kelgandilar, shanba, yakshanba выходной bank tamojniy sistema ishlamasligi sababi mana dushanbaga qoldilar. Dushanba soat 7:10 larga boshlagan bo'lsak, hozir soat уже 4 bo'lyapti. Hujjatlarni hammasini qilib bo'ldik, faqat bitta tamojnidan borib bitta nimadan tekshiruvdan o'tadilar, bo'ldi, keyin chiqib ketadilar, xudo xolasa. Bir kunda ishlaringiz bitadi. Shuning uchun azizlar, boshqa mana shu qo'shni davlatlardan bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, agar g'ishlar katalogini sizlarga Telegram, WhatsApplaringizga tashlab beramiz. Pastga nomer qo'yamiz, pastdagi nomerimizga Telegram, WhatsAppimiz bo'ladi. Mana shu g'ishlarni tanlaganingizddan keyin bizlarga zamonani aytasiz, keladiganlaringizni, bizlar g'ishlar nalichga bor yo'qligini sizga aytamiz. Bu nalichga bo'ladigan g'ishlarimizni kelgan kunlaringiz 1 kun 2 kun ichiga hujjatlarni chiroyli qilib rasmiylashtirib beramiz, bemalol olib ketaverasiz. Azizlar, kommentariyaga qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozishlaringiz mumkin yo Telegram, WhatsApp orqali bizlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Videoga bitta like bosib, podpisatsiya qilib qo'yinglar. Nimagaki mana shunaqa yuklarni boshqa joylarga chiqarayotgan yuklarimizni ham videolarni qo'yib ketamiz. Kanalga o'shuncha obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalaringizga rahmat. Aka, sizga ham oq yo'l. Qozog'istonga xudo xolasa yaxshi yetib borib, iloyim, anaqa masjid bitgandan keyin xudo nasib qilgan bo'lsa, borib bir namozlarni o'qib kelish bizlarga ham bir nasib qilsin, aka. Katta rahmat.